qatnaşçıları yine hazır hurmatli prezidentimiz tomonidan her bir idora teşkilat tomonidan mahalleye chiqqan holda uchrashuv o'tkazib xalqqa kredit kerak bo'lsa üstüne borib shu mahallada kime kredit kerak bo'lsa uchrashish belgilab berilgan yılın başında 2025 yıl için bizlere şu sebepten her bir mahallede her ayda 3 metreden uchrashuvlar o'tkazilib bordi grafik bo'yicha. Bizlere 12 tane mahalle biriktirilgan hakim sektori. Şu 12 tane mahallede uchrashuv o'tkazib her bir 12 mahallede bir tane agentimiz var. Şoraylarda oturadi. 4 mahalle agentine bir tane mahalle bankerimiz biriktirilgan bank tomonidan. Şu agent kime kredit kerak, kim tadbirkorchilik edecek, qanday kimning masalasi bo'lsa, uchrashib xalq bilan uyma-uy girib, shunday masalalarni bankka yetiradi. Bankka kelib, mahalla bankeriga de kredit pakkalarini taxlab chiqarib beradi. 2025 yılda şu narsani yo'lga qo'ydik. Oldin quruq hakimlardan o'tiradi. Hakimlardan kredit bo'yicha boriladi mahalleye. Hozir bu boshqa mahallalardan, boshqa bankdan biriktirilgan bankerlar, agentlar bor. Şundan tashqari vam qanoatlantirmay, shu bank rahbari borib uchrashsin, agent ekkan mudiri bordi, e'lon etib mahallada sho'rasini aytib, kimda banklik masala bo'lsa, sho'ralarga yig'inlab borib uchrashib, gaplashib, nima masalasi bo'lsa yechib bersin degan tartibda bir narsa yo'lga qo'yildi. Şu uchrashuvlar o'tkazilib, her bir uchrashuvda 6-7 kredit olacak aholi bilan gaplashilib, kelib, birer bankka hujjatlarni taqdim qilib berib turibmiz. Hozir bu uchrashuvimiz ham yil yakunlanib qo'ydi. 2025 yildan shu oxirgi uchrashuvimiz bo'ladi. Shu no'v masalalarimiz bo'lsa banklik, kredit kerakmi, tadbirkorchilik edecekmisizlar, nechta savollarimiz bo'lsa mana berasizlar. Kreditlerimiz var. Hazır olmasa kreditleri düşündüremez sizlere. Nechta kreditlerimiz varlığını o'zlaringizga kerak bo'lsa aytasizlar, hujjatlarni olamizdan xudo xolasa kreditni chiqarib beramiz. Kimda savollar bor kredit olish bo'yicha? Avtomobillar xizmat ko'rsatish kredit olish ekan. Avtomobillar necha so'm? 100 milyon so'm. 100 milyon so'm. Hozir yoshlara ajratiladigan kreditimiz var. Yoshlar uchun ajratiladigan. Bu 18 yoshdan 30 yoshgacha ajratiladi. Hozir shu kreditimiz var. 100 milyonu necha odam ishlaydi avtomobil xizmat ko'rsatishda? 2-3 adam ishlaydi. 3 odam ishlaydi. Agar bir odam ishlaydigan, bir odam o'zi qiladigan ish bo'lsa, yuridik korxona ochib bilan beramiz jismoniy. Lekin şu 100 milyonu alıp bir 2 adam, 3 adam işleydiğin olsa ona ücretini firma açasız, karxana açasız. Şu karxanamızın ücretlerini resmileştirenimizden karxanamıza veremiz bu krediti.